Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Nasib bo'lsa 23-24 chisloga O'zbekistondan Qashqadaryo, Qarshidan jo'naymiz. Moskvaga ketamiz. Mashinamizda 5 ta odam bor, yana 3 ta odam kerak. Kimda kim agar ketmoqchi bo'lsa, telefon raqamlarimiz 88lik kod 048 44 49. Qarshidan, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkentdan chiqadiganlar bo'lsa, yo'l-yo'lakay olib ketaveramiz. Bu mashinamiz 3 ta odam kerak. Xo'sh, mana bu yerga mana Captiva turibdi. Bunga 2 ta odam kerak. Nasib bo'lsa 23 yoki 24 ga nasib bo'lsa chiqib ketamiz. Moskvaning metro Kotelniki 1-metrosiga borib tushirib qo'yamiz. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar.